Vrach, professor, akademik, o'zini davrining eng katta doktorlaridan bittasi bu Fyodor Uglov bo'ladi. Ularning fikrlari ilmiy tadqiqotlarga asoslangan xulosalari odam tanasini ortiqcha vazni yoki barcha kelib chiqadigan kasalliklar bu oshqozon ichak sistemasini buzilish, ayniqsa yomon yo'g'on ichak holati degan to'xtamga kelgan. Ve o'shanga bir juda ham zo'r usul va yechim qilganlar o'zlari amal qilib o'zi ko'rsatib bergan. Ketdi, men sizlarga ko'rsatib beraman, saqlab qolib, albatta yaqinlarga tarqatishni unutmanglar. Bizga kerak bo'ladi 1% kefir, asal, qora sedana yog'i va dolchin kerak bo'ladi. Kefirni olasiz, bitta stakanga solasiz. Unga 1 osh qoshiq asal, 1 osh qoshiq qora sedana yog'i, 1 choy qoshiq dolchin solib, yaxshilab aralashtirsangiz bo'ldi. Mana ushbu tayyorlamani bor yo'g'i kechqurunga 1 oy ichasizlar, yotasizlar bo'ldi. Oshqozon ichak sistemangiz zo'r bo'ladi. Ayniqsa yo'g'on ichakni holati yaxshilanadi. Ishoninglar, tana vazni ham kamayishni boshlaydi. Unutmanglar, sizlarning sog'lig'ingizni faqatgina yashil tabiatgina yaxshi qila oladi. Sizlar bilan doktor Kamilov, e'tiborchi rahmat.